Mana qo'sha miya. Shuni 500 ming so'mga bo'ladigan miyamiz. Original. Buni podelkasi chiqmagan. 32 ga 4 da podelkasi chiqqan, Instagda podelkasi chiqqan. Shlanglar hammasi italansiz bo'ladi. Fagiment shlang bo'ladi. Mana imini propanniki. Xuddi shunaqani mana metanniki bor. Toza italar bunisi. Qolgani Xitoy varianti, O'zbekiston varianti bo'ladi. Har xil turdagi balonlar o'rtoqlar. Rekordistlarmi, shaffof dislarmi, propan balonlari. Halliga lekin 650-700 gacha ham borasiz. Endi treklar o'zi asli rasxoti 5,5 ta, 7,5 tagacha-da, o'rtacha shunday. Agar shu manzilimizga keladigan bo'lsak o'rtoqlar, hamma 20 talik deydi, 20. Assalomu alaykum Metan Propan o'z obunachilari. Bugun 14-avgust sanasiga kichkinagina obzor qilishga qaror qildik. Xo'p, mijozlar bilan qanday gaplashiladi, kelganlaringizda misol uchun zapchastxonalarga olib kirib qanaqa ma'lumotlar beriladi. Xo'p, hammasini batafsil qilib yoritib berishga harakat qilmoqdamiz. Xo'p, hozirgi mashinalar, uspet qilgan mashinalarimiz ko'pchilik chiqib ketdi уже. Xo'p, Damas mashinasiga propan uстановка qilib beryapmiz. 40 talik balonlari bilan ikkitaligini taqib, cho'tka qilib, mustahkam qilib o'rnatib berdik. Xo'p, Tracker 2 mashinasiga ham propan, Cobalt mashinasiga ham propan uстановка qilib berilyapti. Hozircha ish jarayonlarida. Xo'p, kolbasli ekan, Trackerga zapaskalarning o'rniga tabletka balon uстановка qilib berilyapti. Kreativlari. Hammasi Trackerga original zapchastlari bilan xudo xolisa bitib ketyapti. Xo'p, o'rtoqlar, kimda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xohlasanglar telefon nomeriga, xohlasanglar kommentariyalarga o'zlaringni qiziqtirgan savollarni berishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda zapchastxonamiz, zapchastlarda kelganingizda shu xonaga olib kirib, polniy narxlari bilan, kачестволari bilan, hammasi bilan informatsiya beriladi bu xonada. Qarorni o'zlaring qabul qilasizlar o'rtoqlar. Byudjetnimi yoki polniy, full original zapchastlarmi qaror qilib, o'sha zapchastlarni uстановка qilib beriladi xudo xolisa. Xo'p, garantiyalari bor, 1 yildan 2 yilgacha hamma zapchastlarga xudo xolisa. Keyin 12 ta viloyatlarga ham dostavka xizmatimiz bor o'rtoqlar. Nima desalaring, metan propan uстановкasiga kerakli narsalar hammasini dostavka qilib berilamiz. Xo'p, bu yerda chanalarimiz, avvalroq cho'tki original chanalarimiz bor. Chanalarimiz ham kamayib qolibdi. Xo'p, balonlar o'rtoqlar, har xil turdagi balonlar o'rtoqlar. Rekordistlarmi, shaffof dislarmi, propan balonlari, har xil turdagi balonlarni ham dostavka qilib berish xizmatimiz bor o'rtoqlar. Bemalol pastdagi raqamlarga bog'lansanglar, xudo xolasa manzilni aytsanglar, yetkazib beramiz inshaalloh. Xo'p, podpiska bo'lamiz o'rtoqlar, layklarni bosamiz. Xudo xolasa podpискada bo'lib tursanglar, yaxshi videolar chiqarishga harakat qilib beramiz xudo xolasa. Xo'p, manzilimizga keladigan bo'lsak o'rtoqlar, hamma 20 talik deydi, 20 talik zapravkadan Toshkentga chapga qayrilsalaring, 20 talik zapravkadan svetoforidan o'ngga qayrilib 5 kilometrdan keyin xo'p, servisimiz ko'rinadi. Pastdagi nomerlarga bog'lansanglar, xudo xolasa yana ham lokatsiyalar tashlab beramiz. mana qo'sha miya. Shuni 500 ming so'mga bo'ladigan miyamiz. Original. Buni podelkasi chiqmagan. Bunda faqat bitta minus tomon chek yonishi mumkin. Mana bunisida chek yonmaydi. Bu ham qo'sha miya 100% original. Buni podelkasi yo'q, o'xshashlari yo'q. 32 ga 4 da podelkasi chiqqan, Instagda podelkasi chiqqan. Bitta mana shu ikkalasi podelka chiqmagan. 100% original. Yana Polsha. Respublika bo'yicha xohlagan joyda tekshirib ko'raverasiz. Hech qanaqa muammo joyi yo'q bularda. Ana 32 deganingiz 32 ga 4 ham bor, xohlaganingiz. Prosta bunda podelka chiqqan uchun salkam endi qochyapti, lekin yaxshi miya bu ham. Bu originali, lekin podelkasi bor, yo'q emas. Buni podelkasi yo'q. Buni-chi?
Bu ham katta miya, 32 ga 4 faqat Alex Nano bo'ladi. Bu Alex Pico bo'ladi. Farq shunda. Mana yerda yozaman. Alex Pico, bu yerda Alex Nano deb yozadi, obidli. Bu degani obidi chek o'chirib beradigan miyalik so'ragi. Funksiyasi bor. Shlanglar hammasi italanskiy bo'ladi. Fagime shlang bo'ladi. Mana imini propanniki. Xuddi shunaqani mana metanniki bor. Yer bilan osmoncha farqi bor. Ishlashda ham, qalinligida ham, sifatida ham farqi bor. Zapravka trubkalari. Zapravka trubkalari termo trubka bo'ladi. Termomiz kan. Mana bu termomiz. Termo shlangilar. Bulardan muammo yo'q aka. Xohlagancha qayerga buklasa ham bo'laveradi. Endi kurtoy buklab qo'ymasa bo'ldi endi. Yo'qda muammo yo'q. Keyin aytmoqchi bo'lganim, misol juklarlarda ham farqi bo'ladi. Reduktorlarda farqi bo'ladi. Mana shularni ham aytyapti-da. Ha, misol mana aka qarang. Zavodga chiqadigan narsasini ko'rsataman sizga. O'zim ochilgan prosta ko'rsatay. Ha. Qarang, o'zi zavod chiqaradigan narsa mana. Kalta juklar bo'ladi. Ha, sizga uzundan qo'yib beraman. U ham kalta qiladi sizga. Undan ham uzuni bor. Undan ham uzuni bor. Farqi bor demoqchiman aka. O'shaning uchun detalli narsalargacha hech qanaqa qisish yo'q bizdaga. Hozir sizga bitta buni aytib qo'yib turib, siz aytganda 3700 ga qo'ysam bo'ladi aka. O'zini juklarini qo'yishimga to'g'ri keladi. Qo'shimcha juklar tushadi. 6 sm juklar qo'yiladi aka. Misol o'shani o'zini donasi ham 25 ming so'm turadi aka. Shunchaki. Uchta juklar o'zi 75 ming so'm, shuni o'zi rangiza qiladi-da. O'zingizga qo'yib beraversam, 75 ming yutaman. Biz shunaqa narsalar ham qismayman sizga. Reduktorlar ham italyanskiy bo'ladi. Italyanskiy ham 3 xili bor. Toza itala bu. 200 tot kuchlisi bo'ladi, 170 tot kuchlisi bo'ladi, 130 tot kuchlisi bo'ladi. 3 xil reduktor bor italyanskiy ham. Toza itala bunisi. Qolgani Xitoy varianti, O'zbekiston varianti bo'ladi. Lekin yurishida hech qanaqa muammo yo'q. Uni qo'ysangiz ham, buni qo'ysangiz ham mashina yuraveradi. Faqat endi bular Malibuga qo'yiladi, ular Malibuga qo'yiladi. Unda Trekkerga qo'yilsa bo'ladi. Mana, qo'ysangiz mana aka, ko'rsataman, qarang. Zavod nomerlargacha chiqadi. Misol oxiri 291. Ko'ryapsiz? Ha, reduktor o'ziniki. Ha, 291. Mana. Endi ko'rasiz aka. Yesigo gaz. Nomeri mana aka 291 chiqadi. Ko'rasiz? Zavod nomeri bilan birga bir. Aka, gazin degan joy bo'ladi. 100% original narsa. 100%, 99% emas, 100% original. Xuddi shuni o'xshash kopiyasi mana. Birga bir ishlangani. Bundan zavod nomeri umuman boshqa bo'ladi. Zavod nomeri ham deyarli unaqa yozilmaydi bunda. Mana ko'rasiz farqi. Mana. Nordik yozilgan, misol mana xohlagan nomerni yozaveradi. Made in Italy yozib qo'ygan, lekin Yevro Yesigo gazniki emas. Bu yerda gazin degan joyi bo'lmaydi. Va bitta plastmassalarni o'xshash chiqargan. Mana ko'rasiz hozir. Mana. Ikkalasini ham bir-biriga o'xshash chiqargan, lekin boltlarda farqi bor. Mana. Ko'rasizmi? Bu misol 170 ga chotish yetkazib, bu 250 ga yetkazib bera oladi. Otishlarda ham farqi bor. Bundan ham tuftasi O'zbekistonniki bo'ladi. Endi aytmoqchi bo'lganim farqi bor-da. Misol detalli narsalarda sizga farqini tushuntirmagancha bilmaysiz. Misol aytmasdan qo'yib yuborsak bo'ladi, bu buniki. Shunday. Narx-navosi aka ideal variant bo'lyapti. Konkret narsa. Yo'q, aka kirib so'ragan taqdiringizga uyalib qolmayman aka. Bemalol xohlagan joyingizga 70 ta 80 ta gazek bor aka. Joyimiz optim joy. Narx-navo bo'yicha ham o'ylamayman aka, zapchast bo'yicha ham o'ylamayman. Sizga Italiyadagi ham Italiya bo'lib chiqadi, Polshadagi ham Polsha bo'lib chiqadi. Bu narsada umuman muammo yo'q aka. Ko'ngilni xotirjam qilib tekshirib ko'raverasiz. Qayerdagi bo'ladi hozir bizga Italiya? Polsha Italiya bo'ladi faqat. 3.850 ming so'mga Polsha Italiya qilib beraman. Agar 3.500 ming so'mga desangiz ham Polsha Italiya bo'ladi yoki Polsha Turkiya bo'ladi. Faqat miyada farqi bo'lyapti xolos. Chek yonish yoki yonmasligida. Farq shunda. Sizga poddelga narsa qo'yilmaydi. Original degan narsa original bo'lib chiqadi. Yurishiga, rasxotiga qanaqa? Rasxotiga qarang, benzin sarfi, misol mashinangiz 7 ta rasxot qilsa, misol propanni 9 ta rasxot qiladi. Bu har qanaqa mashinada shunday ishlash. Oddiy Matizmi yoki Damazmi, faqat Captiva'lar 6 portionli mashinalarda 2 ta emas 3 ta ko'p rasxot qiladi. 20% emas 30% ko'proq rasxot qiladi. Farqi o'shanda. 350 gacha yuradi-da Endi kliyentga aytgan aka, misol men sinovdan o'tib ko'rmaganman. Misol sizga o'shan klientlar keladi, siz orqangizga yana odam keladi, bir-biridan eshitib kelyapti. Zo'r yurgani 400 yuryapti shahar ichida, kam yurgani 350 yuryapti. Klient aytgan. Undan kam aytgan hali eshitganim yo'q. Balkim bordir, balkim yo'qdir. U narsaga men misol sizga 100% va'da bera olmayman, chunki men uni hayda sinovdan o'tib ko'rmaganman. Propan zapravkangiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, filtrlarni vaqtida almashtirib turadigan bo'lsa, hech qanaqa muammolarsiz yurasiz.
Muammo yo'q. Ikkala shinagilar adnaziy filtrlar shunday bonus tariqasida qo'yiladi. Mardon. Shunday. O'sha nariga qancha qilib berasiz o'sha? Aka 3.850 ming so'mga eng idealisi bo'ladi. So'rab ko'rgan taqdiringizdan o'ylamayman. So'rab ko'raman desangiz ham ko'ravering. So'radim. Bo'ldi, 3.8 qilib beraman aka. Balonimiz ham yangi balon. O'zi Xitoy bilan Belarus aka o'zi. Boshqa yerdan kelmaydi. Mana aka. Qayerda? Xaridsa Xitoyniki bo'ladi. Garantiyasi 10 yillik. Sifati bo'yicha ham yaxshiroq chiqyapti. Muammo tug'dirgan yo'q. Endi bundan pastroq zapchastlar ko'payib ketdi. Просто lekin biz u bilan ishlamayapmiz. Bitta zavodma shartnoma qilganmiz. Belarus ham bular bo'ladi. Ular 63 ta chiqyapti. Yo'q, 48 ta yo'q. 35 bor, 54 bor, 56 bor, Bunga zapas 60 bor. Ustiga zapasga tushmaydi. Lekin bundan narx-navo asosiga raznica qiladi. Shu tomoni ham bor. Bunlar qancha yuradi? 60 ta bilan bo'ladigan bo'lsa, shahar ichi kamida 500 yurasiz. Dalniga lekin 650 700 gacha ham borasiz. Endi treklar o'zi asli rasxoti 5,5 ta 7,5 tagacha-da, o'rtacha shunday. Agar shu bo'yicha bo'lsa, sifatsiz benzin quyib qo'yib yoki nagruzkada haydamagan bo'lsa, rasxot o'sha holatda qolgan bo'lsa, propandan deyarli shuni yurasiz. Endi bir xil treklar kelyapti aka, o'zi benzinni o'zi 10 rasxot kelyapti-da. Bu masalada biz ojizmiz aka. Hozir 5 ko'rsatdi, yo'q. Ha, trassada 5. Sredniy расходim 7 turibdi-da. 7 ko'rsatdi. Shu 7 ta bo'lsa, o'rtacha 9 ta. Maksimum 10 ta bo'lgan taqdirda aka Kretsalga 40 ta qo'ysangiz ham 400 km yurasiz-da. O'shaning uchun shunday deb aytyapman men ham. Misol 60 talikka o'zi liboy balonga aka 80% quyilishi kerak. Propan 35 taligidan 130 talikgacha bo'lmaydimi? 80% quyiladi. Kitobida shunday. Dalniga chiqsangiz, pulni urib chiqib ketsangiz bo'ladi. Misol 100% quyib turib haydash kerak faqat. 80% quyib qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bironta ishingizni bajarib yoki ishxonaga borib kelishga, shunchaki uyga yoki bozorga borib keladigan bo'lsa 80% qo'ygangiz ma'qulroq. 60 talikgacha bo'lganlar 54, 56, 60 xohlagansiz qo'yasiz. Raznicasi $35 raznica qiladi. Где-то 450 ming plus minus raznica qiladi. Qo'shiladigan bo'lsa. Yo'q. Yo'qda muammo yo'q. 47 bosaversinmi?